إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ukkoshi TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning birinchisiga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz hamzadir. Hamza Qur'onda ikki xil keladi. Hamzaning birinchisi bog'lovchi va ikkinchisi kesuvchi hamzadir. Mana bu bog'lovchi hamzaning ko'rinishidir, ya'ni hamzatul vasl. Hamzatul vasl faqat so'zning boshida keladi. E'tiborli tomoni shundaki, hamzatul vasl o'zi bilan hech qanday unli harf olib kelmaydi va hamzatul vaslni o'qisangiz ham, o'qimasangiz ham bo'ladi. Agar hamzatul vasl bilan boshlangan so'zdan boshlab o'qimoqchi bo'lsangiz, siz uni o'qishingiz kerak bo'ladi. Bizning misolimizda ham so'zimiz hamzatul vasl bilan boshlangan. Shuning uchun ham uni o'qiymiz va unga fatha beramiz. Ya'ni alhamdulillah deb o'qiladi. Gapimizdagi ikkinchi hamzatul vasl esa o'zidan oldingi so'zga qo'shib o'qisak bo'ladi. Bizning misolimizda esa Robbil a'lamin deb o'qiladi. Shu so'zimizdagi hamzatul vaslni tashlab ketib, Robbi so'ziga keyingi l harfi bilan ulab ketyapmiz. Xo'sh, agar hamzatul vasl o'zi bilan unli harf kelmasa, qaysi unlini qo'yib o'qishni qanday bilamiz? Agar arab tilidagi fe'llar va otlarni yaxshi bilmasangiz, buni aniqlab olishning juda ham oson yo'li bor. Uning birinchisi mana bunday. Agar hamzatul vasldan keyin lam harfi keladigan bo'lsa, demak hamzatul vasl fatha oladi. Bizning birinchi misolimizda ham hamzatul vasldan keyin lam harfi kelgan edi. Shuning uchun ham uni biz alhamdulillah deb o'qidik. Yoki ikkinchi misolimizda ham o'zidan avvalgi Robbi so'ziga qo'shmasdan alohida o'qishni xohlasak, undan ham keyin lam harfi turibdi. Shuning uchun ham unga ham fatha beramiz va al-a'lamin deb o'qiymiz. Ikkinchi yo'li esa, agar hamzatul vasl bor so'zimizning 3-harfi dommali, ya'ni u bilan kelgan bo'lsa, demak hamzatul vasl ham domma oladi. Misolga qaraymiz. Bu misolimizning 3-harfi, ya'ni xo harfida u turibdi. Shuning uchun ham birinchi harfimiz, ya'ni hamzatul vasl ham u oladi va so'zni udkhulu deb o'qiymiz. Yoki mana bu misolimizda ham 3-harfimiz dal va dal harfi dommali bo'lgani uchun hamzatul vasl ham domma olib ushdud deb o'qiladi. Quyida ba'zi istisnolar keltirilgan, lekin bunday holatda ko'pincha hamzatul vasl domma oladi. Uchinchi yo'li esa, agar hamzatul vaslda lam harf ham bo'lmasa yoki yuqoridagidek 3-harfi dommali bo'lmaydigan bo'lsa, unday hamzatul vasl kasra oladi. Mana bu misolimizda ham ikkinchi harfi lam emas yoki 3-harf ham dommali bo'lmagani uchun bu misoldagi hamzatul vaslga kasra qo'yamiz va ittahozlu deb o'qiymiz. Yana qo'shimcha ba'zi misollarga qaraymiz. Mana bu so'zda bu so'zning ikkinchi harfi lommi? Yo'q. 3-harfi dommali kelganmi? Ha. Demak, hamzatul vaslga ham domma qo'yib unzur deb o'qiymiz. Ikkinchi misolimiz, hamzadan keyin lom harfi kelyaptimi? Ha. Demak, hamzaga fatha beramiz va uni al-qori'a deb o'qiymiz. Uchinchi oxirgi misolimiz, ikkinchi harfimiz lommi? Yo'q. 3-harfimiz dommali kelganmi? Yo'q. Demak, hamzatul vaslga kasra beramiz va izhab deb o'qiymiz. Ikkinchi turli hamzamiz esa kesuvchi hamzadir. Bu hamza arab tilida har xil ko'rinishda kelishi mumkin. Misol uchun alif bilan, vav harfi bilan yoki ya harfi bilan ham keladi. Lekin ularning talaffuzi bir xildir. Kesuvchi hamza sukun bilan kelganida uning talaffuziga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Talaffuzi kichik yo'talga o'xshab chiqadi. Misol uchun mana bu so'zga qaraylik. Bu so'zimiz fatu deb emas, fatu deb o'qilishi kerak. Yoki ikkinchi misolga qaraymiz. Bu so'z ham musoda emas, musoda deb o'qiladi. Ikkita hamza ketma-ket kelganida ularning ikkalasini ham o'qiladi. Misol uchun mana bu so'zda a antum va ikkinchi misolda a anta deb o'qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ukkoshi TV bilan qoling.